Esingdami, qanday qilib butun dunyo uning ustidan kulardi? Uni Real tarixidagi eng yomon transfer deb atashardi. Ammo hozir unga qara. 2010-yil 10-yoshli yigit Braziliyadan keladi. Noto'g'ri zarbalar, ortiqcha fintlar va internetda millionlab memlar. Hatto Benzema unga pas bermaslikni so'ragan. U go'yo butun dunyoga qarshi yo'lg'iz qolgan edi. Burilish nuqtasi tinimsiz mehnat. Hamma tanqid qilib turgan paytda Vinicius ishlashda davom etdi. Zalda minglab soatlar, tun yarmigacha zarbalar ustida ishlash. U gap bilan javob bermadi. U javobni maydonda tayyorladi. Intizom uni bo'ladan haqiqiy futbolchiga aylantirdi va kulminatsiya haqiqiy triumf. Chempionlar Ligasi finali. Bitta zarba va butun dunyo sukutga cho'mdi. Endi u shunchaki tezkor o'yinchi emas. U Madridning eng xavfli quroli. Hozirda u 2 karra Chempionlar Ligasi g'olibi, La Liga chempioni va haqiqiy ikona. U o'z tojini